Yigitlar mana shu toqqa chiqsam bo'lardi. Faqat ozgina sovuq. Bu palashenda chiqib bo'lmaydi amma lekin kuchdan yetgancha chiqaverasizlar. Mana Farg'onani Vadilda haqiqiy azamat tog'da kechgan, ya'ni tog'da o'tgan yigitlarda Vadilda tog' bor, to'g'rimi? Qisqasi biz yolg'iz emas ekanmiz. Mana yigitchalar mana bu haqiqiy o'zimizni Farg'onani jaydar yigitlari. Tapshirdan tushga chiqaradi. Bizga farqi yo'q deydi-ku. O'shanda. Ana endi eng sodiq do'stim. Yigitlar mana so'qmoq yo'l topolmadik biz. Biz endi harakat qilamiz. Harakat qilinglar. O'zimiz bo'lmasa Chiqlaringmi tepaga? Yo'q, biz yerda to'xtab qoldik, yo'l topolmayapmiz. Bu yoqqa chiqmadilaring hali. Yo'q, bu yoqqa chiqqanimiz yo'q. U pastda ashaqqa chiqqan yo'l bor ekan. Yo'lda Pastga qarab ko'rmadinglarmi? Qurdan ekan. Ha, ash chuqurdan ko'rdi-yu. Qaysi matdan? Ha, bu yerdan yo'l bor ekan. Qani qo'ymaydi, men yerdan yuraverdik. Yo'l bo'lmasa o'zimiz yo'l yasaymiz. O'sha. Mayli, sizlarga omad bo'lmasin, yigitlar. Aka Muhammad aka Charchamanglar, xo'p. Salomat bo'linglar. Ha, yo'qolib qolsalar, qizlarni o'zi topib olib keladi, yo'qolib bo'lmaylar. Hozir qizlar kam deyapti, vaqt soati kelib, hali qizlar ko'payib ketganda sizlar tog'dan bir rosa quvvatga to'lib tushganlaringda o'zlari topib kelishadi. Mayli, yigitlar, omad.